Bugun 15 oktyabr 4 sinfida navbatdagi qiziqarli matematika to'garak darsimiz. Mavzumiz 9 ga bo'lish alomati. Aziz o'quvchilar, mana doskada ta'limiy o'yinimiz turibdi. Bu o'chirg'ich o'yini bo'ladi. Qo'lingizda o'chirg'ichlar o'rnida nima turibdi? Doska, artish, doska archiq o'chirg'ichimiz. O'chirg'ichni bo'ylaysiz. Mana bu son ko'pxonali sonlarni 9 ga bo'lish alomatiga mos kelmasa, 9 ga bo'linmasa, o'chirasiz. 9 ga bo'linayotganini o'chirmaysiz. O'yin sharti tushunarlimi? O'yinni kimdan boshlaymiz? Elbek, birinchi 9 ga bo'lish alomatini eslatib yuboring bizga. Har qanday sonning yig'indisi 9 ga bo'linsa, o'sha sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi. Marhamat, qaysi son ekan sizda? 541.264. Buning yig'indisi 22 ga teng, 22 9 ga bo'linmaydi. Bo'linmaydi. Demak, bu sonni nima qilib tashlaymiz? O'chirib tashlaymiz. Tezlashamiz. Siz qaysi sonda o'qiyapsiz? Men 897.660. Buning yig'indisi 38 ga teng, bu 9 ga bo'linmaydi. Shuning uchun buni ham o'chirib tashlaymiz. Xo'p. Marhamat. 452.340 18 9 ga bo'linadi. 18 9 ga bo'lsa 2tadan. Xo'p. O'chirmaymiz bitta. Xo'p. 6 ga 5 ni qo'shsak 11, 7 ga 9 ni qo'shsak 16.579. Buning yig'indisi 27 chiqdi. Bu 27 9 ga bo'linadi. 3tadan, a? Xo'p, to'g'ri, 2ta xo'p. Shuning uchun buni o'chirmaymiz. Xo'p, marhamat. 354.750 sonlar yig'indisi 26 ga teng. Buni o'chiramiz. Xo'p. To'g'ri. 2ta chiqdi, xo'p. Muhammadjon, marhamat. 22.320. Bu sonlar yig'indisi Hisoblaymiz. 2 ga 2 ni 4 ga 3 7 7 ga 2 9 9 ga bo'linadi. Bo'linadi. Demak, buni o'chirmaymiz. O'yin sizga yoqdimi? Hisob kitob ilmini o'rgatar matematika. O'yin sizga yoqdimi? Ha. Joyimizni egallaymiz. Rahmat.